Sizdan Alloh rozi bo'lsin. Arzimasam ham shu to'nda sizga aytib keldim-da. Agar shuni arzimasam ham 5 yil oldin o'g'lingizga o'g'limni shogird qilib olib kelib berdim. Agar men o'zimda sharoitim og'ir bo'lganiga uyda go'sht yeyishga imkoniyatim bo'lmagan hozirgacha. Shu o'g'lingiz halol bo'lib, meni o'g'limga mahkam turib, hunarmand qilib chiqardilar. O'g'lim tagimga mashina olib berdi aka bu kunlarda. To'g'risi orzu qilmaganman. Aka, bu oila o'zi namunali oila, mahalladagi eng zo'r oila. Yuringni endi cho'y qilamiz. Men osh qilib beraman sizga, uyga o'ting bir vaqtingiz bo'lganda aka. Voy vo. Og'aynimi uyda cho'ylik qilib yoribdimi? Og'ayni, kutib qolmadingmi? Oshna, anchadan beri kelmayman uyingga. Yevro remont qilib yoribsan va zo'r oshna qoyil qoldim. Sen Tunkafonni maqtayapsanmi yo o'g'lingni maqtayapsanmi? Ha, buni hammasini o'g'ling qilgan-ku. O'g'limni qo'lidan ham shunaqa ishlar kelib qopti-da. Ha, bir kelganda yuring, bir uylar ichini ham ko'ring. Endi oshna biz o'g'illarni hunarga qiziqtirmagan ekanmiz. Sen ishni ko'zini bilgan ekansan. Sen mana shunchalik sabr qilib buni kutding. Mana kutganingdan-da a'lo natijasi bo'lyapti. Mana biz bilmagan mashinalar tanga mindirib qo'ygan. Ko'rgan odam otangga rahmat deyapti. Uyga kelib ko'rgan inson borki, men ham shundan qildiraman. Mana shu ustani qaydan bo'lsa ham topib berasiz deydi-da. Bu hammasi o'g'lingning halolligidan, seni bergan to'g'ri tarbiyangdan. Endi do'stim, o'g'limning orqasidan rahmat eshitdi. Men ham quvonaman, o'ziga aytmayman, taltayib ketmasin deb. Ey Alloh, o'g'limni boqqanimga, dada, qilgan tarbiyamga ming bor roziman. Odamlarning oldida meni yuzimni yorib qildi, rahmat olib berdi. Bilaman, jahling chiqyapti. Endi meni ham to'g'ri tushungin-da. Buni qara qiyshiqligini. Men buni qanaqa qilib birovlarni uyga olib o'rnataman, Ismoil? Ha, usta kichkina narsa-ku. Ha, keyin bu tomda qolib ketadi, ko'rinmaydi. Ha, shunga shunchami? Seni qilgan ishingga sen emas, seni otangga, padariga la'nat degan gap kerakmi senga shu gap? Uni o'rniga chiroyli yaxshi qilsak, otasiga rahmat deydi uydagilar. Ustoz, o'sha paytda gaplaringizdan xafa bo'lgandim. Mana yillar o'tib endi tushunib yetdim menga nimani o'rgatganingizni.